أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد. Bugünkü dersimiz Cahiz'ninki El-Beyan ve Tebdiyin'den ilingan El-Beyan degan tema ekan. El-Beyan degan ifodalash, ko'ngildikini boshqalarga aniq tushuntirish degan. Qala Abu Osman, yani Cahiz'da qala ba'd jahabizatil alfaz ve nuqadul maani. Jahabizatul alfaz degan lafz, söz ustilari degan bo'ldi. Cehabi degan cehbedinki köpüke. Üstülleri, peşvaları, cehbed. Mesela Abdülkahir Cürcani ya Sekkaki ilsekun cehabidatul alfaz vel belaga vel maani deyimiz. Fıkhının cehabi desek İmam Şafii, Ebu Hanife ve Malik ve Ahmed cehabidatul fıkh. Üstülleri, peşvaları, söz, ibare üstüllerinin bazıları dedi dedim. Ve nuqadul maani. Maani degan lafz var, ma'ni var. Ay lafzi aş ma'ni ifodalaydigan, og'zimizdan chiqadigan arablardan tarkib topgan so'z. Va ma'nilarni muhokama qiluvchi, istil ya nacharlarni ayiruvchi degan. Nuqta degan yaxshi yomonni ayiradigan. Tanqid qildi, muhokama qildi deymiz-ku. Asli naqd degan pul munosib. Naqd degan pul. Oltin kumushni naqd deymiz. Endi oltin kumushni burungi vaqtda oltin kumushni bersak, so'da qilgan chog'da bir xalta oltin yoki kumushni pullarni tangini bergan chog'da u tangining qarshi jingroq jasi bormi yo'qmi buni ayirib turgan sarraflar bor. Uni tanisak unda nuqul tishlab boqib jinkan jakan deb ayirib turibdi. Shundan kelganlar. Ma'lumda adabiyotda yoki yozuvchilik sohasida shunda mazmunlarni qanday ifodalash masalalarini muhokama qiluvchilar yana. El-maani el-qaimatu fi sudurin nas. İnsanın ko'nglidagi mazmunlar. El-mutasawwaratu fi azhanin. Zihnida, o'zining kallasida tasavvur qilgan mazmunlar, ma'nolar. Vel-mutakhallijatu fi nufusihim. Mutakhallija degan urg'ib turgan, harakatlanib turgan, ko'ngli kelib qolgan, aslida medilab turganni deymiz. Mutaharrika degan bo'ldi, mutakhallija degan. Vel-muttasilatu bi xawatirihim. Xavotir degan shu ko'ngil bo'lmi? Xotir. Biz xotirasini qilib deymiz-ku. Ko'ngillar degan gap shumi? Xavotir, ya'ni ko'ngilga keladigan o'y fikrlar. Ya'ni o'y fikrlariga tutishib ketgan ma'nolar. Vel hadisatu an fikrihim, tafakkuridan paydo bo'lgan ma'nolar. Masturatun xafiya. Yuqorqi ma'nolar nimadan iborat desa, masturatun xafiyatun. U maxfi, yoshiringan holatda. Ya'ni bu ko'ngildagi mazmunlar maxfi. İnnel kelame lefil fuadi ve innema ju'ilel lisanu alel fuadi delila. Asli sözgen dil buldu kalpte. Yani bu til, mesela ibare bilen ifadalash nima bo'ldi? Dildikini dalolat qilib turadigan, ifodalab turadigan bir vosita, quroldir iborat. Demak, bu mazmun hozir dilimizda maxfiy yoshirilgan. Ve ba'idatun vahşiyye. Yat ve jrat. Vahşi degan yat. Yavay degan mazmundan kirdi. Ve mahjubatun maknuna. Mahjuba deganmi perdelengan, to'saqlangan. Maknunatun deganmi mastura degan. Fi kitabin maknun. Mastur degan bo'ldi. Ve mavjudatun fi ma'nan ma'duma. Yana yo'qolib ketgan bir ma'noda bor edi. Bu degani abstrakt hukm demakchi. Fi ma'nan ma'duma. Sözü var, lekin tutulmaydigan. La ya'riful insanu damira sahibi. Kishi hamrohininki, do'stininki ko'nglini bilmaydi. Damir degan odamda ba'zi birlarda vijdon deymiz. Vijdon degan ko'ngilda bor narsa. Lekin bu odam ko'ngli. Damir degan yoshiringan ichki dunyosi degan. Va fa'iluhu damirun mustatirun deymiz. Ko'ngli fikilgan deymiz-ku. Nahvida. Demek yoshiringan shunda ichki dunyo. Şunu bilinmeydi kişi. Ve la hacet ahihi ve halitihi. Karindişinin ihtiyacını bilinmeydi. İfadesi bilirdi. İfadesi bilinmeydi. O disil olmamda
Gap qilmay ketganki, bu biznes lazım emas o'xshaydi debdimi? Bunda biznes lazım. Yardım qilib islomimda deb qolamiz masalan. Va xalit degan shirki degan bo'ldi. Asli aralashib o'tadigan odam ham bo'ldi. Lekin bundan ko'pincha ahvolda shirk maqsad qildi. Tijorat shirki masalan, savoqdishi wala ma'na sharikihi. Yani shirk degan so'zni ama xalit deganda aralashib o'tadigan kishi desak, ya shirkining ko'ngildagi ma'nosini bilinmaydi. Wal muawini lahu ala umurihi. O'zining ishlariga yordam qilib turgan kishining ko'ngildagini bilinmaydi. Va ala ma la yablughuhu min hajati nafsihi illa bighayrihi. Ala ma la yablughu min hajati nafsihi illa bighayri ma pishqirib pishni ilvasanlar. Ash adam bo'lmasa, o'zi u ishni bitirmaydigan, ash yordam qilib ash ishni bitirib turadigan, ash yordamchisining ko'ngligini bilinmaydi demoqchi. Va inma tahiyatul ma'ani fi zikrihim laha. Endi ash ko'ngildagi ma'nolar qachon hayotlik chiqadi? Ash ma'nini desa, ifodalsa. Zikrihim litilkal ma'ani. Ash ko'ngildagi demoqchi bo'lgan gapini ifodalab bersa, desa, ondan bu hayotlikka erishgan bo'ldi. Ve ihbarihim anha, ko'ngildagini desa degan gap shu. Ve isti'malihim iyaha, ash ko'ngildagi mazmunni bir lafz bilan ifodalab ishlatsa deydi. Ve hadihi al-khisal allati tuqarribuha min al-fahm. Mush xislatlar ash ko'ngildagi ma'ni tushunchaga yaqinlashtirib turdi. Ash ig'zida ifodalab bersa, uni qarshi taraf deb tushunadi deydi. Ve tujalliha lil-aql, aqlga uch qilib turdi. La yujalliha li vaqtiha illa hu. Aşkar demaydı yani la yücelliye. Yani uç aşkar kıpırdı. Ve tec'alul hafiye minha zahira. Onun mahfilerinden uç aşkar kıpırdı. Vel gaibe şahide. Kallımız fakat kemmigen aşında nezlum bulup kalsa, hakkının koğunluğun arasını kaççıda aldığımızda kıpırdı. Vel ba'ide qaribe. Jiraqna yakın kıpırdı. Ve yelleti tukhallisul multabise. Aşu qandaqlıqan narsa, aralashib qo'shilib ketgan narsani saqlashtiradigan narsa, suzib turadigan. Multabis degan aralashib ketgan. Tukhallis degan saq qilib turadigan. Va tahullul munaqida, chigik yalibni ichib turadigan. Munaqid degan bog'langan, chigilgan nima. Tahullu degan ichib turdi. Va taj'alul muhmala muqayyada. Muhmal degan bunda tashkil etilgan narsa. Bunda bir chiga bog'lab ratlangan holat qilib turdi deydi. Vel muqayyada mutlaqa. Muqayyad nima? Mutlaq qilib turdi. Masalan, muhmal degan bu xuddi mutlaq o'xshash shunday lamda. Yani muqayyad desakchi, muayyan sifat bilan buni bog'lab qo'ydik. Mutlaq degan sifatdan bo'sh tutimiz, qo'yitimiz. Va tahrir raqabatin mu'minadir, tamam? Yani bir yerda tahrir raqabadir. Raqaba degan mutlaq. Qanday qilib bizni ajratish? Mu'mina esa buni mu'min sifat bilan bog'lab qo'ydik. Vel mechhula ma'rufa. Namalum narsini ma'lum narsaga aylantirdi. Vel vahshiyya ma'lufa. Yovay narsini kundirilgan narsaga aylantirdi. Vel ghufla mawsuma. Ghufl degan belgisiz, alomatsiz narsa. Buni belgilik, alomatli qilib turdi. Mawsum degan belgi qo'yilgan. Mesela atqa belgi qo'ysa vasama deymiz. Sima degan alomat degan. Vel mevsuma ma'luma. Anda belgi qo'yilgan narsani ma'lum qilib turdi. Va ala qadri vuduhid dalalati, ashu so'zningki ko'ngildagi ma'noni ifodalashdagi aniqlikka qarab, ochiqlikka qarab, va savobil ishora dal ko'rsattiralgiga qarab, va husnul ixtisor yig'inchoq ixcham qilishni chiroyli qilishga qarab, ustuliq bilan ixchamlashtirishga qarab, va diqqatul madxal degan kirish ig'zi dedi. Kirish ig'zi jins ko'z. Masalan, bir yerga nadin kirmoqchi. Dal jinsga belgilay olsa, kirish ig'zidan. Masalan, qanday odamga qanday tariqada gap qilamiz. Buning ko'ngliga yetishninki yo'li qaysi masalan. Dal ashunda belgilab ifodalay olsa, munosib gapni qila olsa, yakunu izharul ma'na. Ko'ngildagini ochiq ifodalaydi deydi. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح أي قيغان sözlerimizdenki, lafzlarninki, ko'ngildagi ma'nolarni ifodalashda dalalati ne kadar aniq bo'lsa, uch bo'lsa,
Ve kânetul işâretu ebyena ve envara. İşaret mi? Mesela bir narsenin tariflisi kim dese falanın. Kan yaş görseniz mani edip çıkıyorsunuz. Dal işaret kılırsak kimlikini kullanmaydım. İşaret mi? İnik olsa ve yoruk olsa envar diyen nurluk olsa demek için. Kâne enfa'a ve encaha. Faydalık ve muvaffakiyetlik buldur. Muşunda faydalık, muvaffakiyetlik usulunu bilmegenlikten maqsadımızı uqtiramay, axir qarıştırıp verip ketip, zat nima demek istedilar deb so'ragan. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هي البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه. المعنى الخفي degan biz ifodalanmoqchi bo'lgan ko'nglimizdagi maxfiy mazmun, ma'no. Shu ma'noni hozir qarshisiga uqtirmoqchi. Men ko'nglimda bunda bir gap bor. Onun için buni aniq ifodalab turadigan dalolat bo'lsa, Alloh taolo shunda ifodalashni maqtagan. Sami'atullah. Men Alloh taolaning shunda aniq dalolat qilib, aniq uqtirish ishini maqtaganligini anglagandim. Yani oyatda shunda anglagan nima uchun? O'ng bo'ldi. Nima yozg'ichimda men Alloh taolaning uni maqtaganligini anglagandim demak. Allah Teala'nın bunda diginini anlagan bunu edbi üslub deymiz. Ve yed'u ileyhi ve yahuddu aleyh. Ve şununu çağırgan ve şununu tergib qilganligini anlagan tem. Ve bizalika nataqal Kur'an. Ve şunu olan Kur'an-ı Kerim so'zlagan, şunu degan Kur'an-ı Kerim demek. Ve bizalika tafakharatul arab. Şunu olanmi Arablar faxrlangan. Ve tafadalat asnaful acam. Ecemlarning turlari mushu masaladagi ustulikka qarab birdan birisi afzal bo'lgan. Qur'on Karimda nada shunda maqtada shuni. Mana Qur'on Karimda aniq ifodalash iqtidorini maqtadi. Bilisan arabiy mubin. Yani yana uni aksini aytildi. Wala yakadu yubin. Gapini ochiq qilolmaydigan shunda duduqlab gap qilgan, maqsadni uqtiranmaydigan emas. Bunun boshqa bir oyatda o'tgangi darsda o'qidik-ku, aniq ifodalashni maqtagan, maqsadni uqtiranmay, duduqlab kekashlab qolganini aybligan. Bunda oyatdagi mazmunlar bor. Wal bayanu ismun jami'un li kulli shay'in kashafa laka qina'al ma'na. Endi bayan degan nima desa, mazmunninki niqobini sen ichib bergan har qanday narsa bayon bo'ladi. Qina degan niqob. Yani mazmunning yuzdagi niqobni sen ichib yotsa bayon bo'ladi. Demak, ko'ngildagi narsani aniq ifodalab berarsan, shu bayon. Ve hatakal hijaba duna damir. Damir degan ko'ngil, ichki dunyo. Duna degan shu minat damir demakchi, anid damir demakchi. Ko'ngildagidan shu to'saq pardani yirtib ichib yotgan deb. Hataka degan yirtib yotgan. Hijab degan parda, to'saq degan. Deb şey dunaga qo'ydi. Arabda shunday ishlatish bor. Masalan, dunaka fulan deb qo'ydi. Uni qo'ldan berma degan. Bosh qo'yadma degan. Ve hatakal hijaba duna damir. Yani şu mutalaani o'qishimizga maqsadmi? Her bir so'zni hatakada tushundik, hijobni hijobda tushundik, damirni tushundik. Duna deganni bilmaymiz. Lekin shunday yerda hatakal hijab duna damir deb duna bilan shunda qurashtirib ishlatishni arablar ishlatib bo'lgan ekan, shu mutalaani o'qsak, duna damir deb ishlatib deb tushunamiz. Mutalaning foydasi shu. Hatta yufdiya as-sami'u ila haqiqatihi. Anda pardasini ichib o'tgandan keyin ko'ngildagi mazmunning anglag'uchi ash ko'ngildagi mazmunning haqiqatiga yetadi dedi. Yufdi degan afda yufdi yetadi. Ve kayfa ta'khudunahu ve qad afda ba'duhum ila ba'din ve akhadna minkum mithaqan ghalidha. Hatta yufdiya as-sami'u ila haqiqatihi ve yahjuma ala mahsulihi kainan ma kana zalikal bayan. Ash ifodalash, qanday ifodalash bo'lsa qat'i nazar anglag'uchi o'zi qo'lga keltirmoqchi bo'lgan narsaga etilgan kadar, yani aşırı ağın kadar demekçi, qo'lga keltirganga kadar. Yani qo'lga keltirgan narsaga hujum qilib tutishildi. Yani bunga bu mazmun etdi. Bu bayan qanday bayan bo'lishiga qat'iy nazar. Bayan degan so'zlar bo'lishi mumkin, ishoratlar bo'lishi mumkin, bunda qash etish bilan bo'lishi mumkin, har xil bo'ladi.
Aşı ma'nini tushunib yetdi demek. Ve min ayyi jinsin kana zalika dalil. Demek aşı dalalat qiluvchi ifodalab bergan so'zlar yoki undan boshqa turli vositalar qanday jinsdan bo'lsin, ishorat bo'lsin, yoki so'z bo'lsin, yoki kulimsirash bo'lsin, yoki bunda gapni turish bo'lsin. Mesela tane kilonlar Bizim turib qolsa, tafsirni ishlayapmidim degan bo'ldi. Demakda turishmi bir xil dalolat etadi. Lianna madar al-amri chunki tugini asosi o'qidaylar, orbitsi deymiz biz. Shunda ma'nili qildim madar al-amr, madar. Aylanadigan joyi o'qid. Wal g'ayat allati ilayha yajri al-qa'ilu was-sami'u. So'z qiluvchilar söz qiluvchimi deymiz, lekin boshqa har xil sharkat bilan ifodalaguvchimi deymiz. Chunki ifodalash hozir so'zlar emas. So'z qiluvchi, ya ishorat qiluvchi, ya jim turib bo'lsin bir xil ifodalovchi bilan qarshi tarafdagi o'sha mazmunni uqmoqchi bo'lgan ikkilar nega qarab chapdi bular. Buni g'oyasini aytdi. Ani to'g'rilikka, ma'ni to'g'riga yetkazish. Demak, u g'oya nimasi? Innama huwa al-fahm wal-ifham. Sami' fahm qilmoqchi, mutakallim yoki al-qoil yoki mazmun egasi shu mazmunni aniq tushunmoqchi. Tabiiy shay'in balagta al-ifhama wa awdahta 'an al-ma'na fadhalika huwa al-bayan fi dhalika al-mawdu'. Demak, fahm shayda demak, qanday bir narsadan tushundirish maqsadiga yetarsan va ko'nglinga mazmunni o'shqiraq qilib berarsan, fadalika huval bayan fi dalika al-mawdu'. Ash o'rinda, shu maydonda bayon degan narsa shu bo'ldi. Ma'lam alifdan signasiz qo'yibmiz sizlardan. Bizning signasiz qo'yibdi. Signasiz yo'q aslida, hech kim yo'q. Ma'lam andin bilginki hafizakalloh. Alloh seni saqlasin. Anna hukmal ma'ani khilafu hukmil alfaz. Ma'nil va lafzlar va ma'nilning hukmi lafzning hukmiga o'xshamaydi dedi. Li'annal ma'aniya mabsutatun ila g'ayri g'aya. Chunki ma'ni degan bu cheksiz bunda yeyilib ketgan narsa. Ma'nining cheki yo'q. Ko'ngildagi ma'nining cheki yo'q. Chunki bu abstrakt hukm. Va mumtaddatun ila g'ayri nihaya. Cheki yo'q, ashunda uzrab ketgan narsa bu. Ve asma'ul ma'ani hamda aşı ma'niningki ismlari bo'lsa maqsuratun ma'duda. Bu nayati cheklik. Maqsurat deganda cheklik. Bir necha harf bilan cheklanib qolgan. Mahduda deganmi u cheklik. Sanoqliq. Ko'ngilda bir yaxshi ko'rish bor desak, yaxshi ko'rish deganni bu ma'nini yig'ib o'qib bo'lmaydi. Lekin shuni hub desak, 2-3 harf bilan ifodalatdik-ku. Harf hozir ya 2 ya 3 shundan cheklandi. Lekin mazmun bu cheksizdi. Va muhassala mahduda. Muhassala inson asl qilib olgan, qo'l keltirib olgan. Shunda talaffuz qilsa, shu so'zni bilgili bo'ldi masalan. Shuni yozg'ili bo'ldi, bilgili bo'ldi. Mahduda degan cheklik. Ve jami'u asnaf ad-dalalati 'ala al-ma'ani min lafzin va g'ayri lafzin. Dalalatni har xil dedik. Lafz bo'lishi mumkin, ishorat yoki jim turish, bo'yni sangaltib turishmi, bu bir dalolat bo'lishi mumkin. Ya qidirishmi, bu bir dalolat bo'lishi mumkin. Ashun hammasi lafziy bo'lsin yoki lafzdan boshqa har turli ifodalash bo'lsin, khamsatu ashya'a la tanqusu va la tazid. Bu 5 narsadan olib ketilmaydi. 5dan kam emas, 5dan ortiq emas, dal 5 narsa. Avvaluha lafz. Birinchisi lafz, ig'zoki ifoda. Thumma al-ishara, undan ishorat qilib uqtirish. Shunga so'zlamaydigan gach kishi ishorat qilib uqtirdi. Thumma al-aqd, undan barmoqlarni tugish. Barmoqni tugimiz. 1 2 demoqchi bo'lsak, 1 2 3 desak ma'lum bo'ldi-ku. Yoki bunda qilsak, barmoqni tugib qilsak, 3ni tugsak, 2 qo'lni qilsak 7 degan bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayni necha kun bo'ladi deganni ifodalamoqchi. Ash-shahru hakada. 3 qatam 30 ni qilib 3 qatam uni bir barmoqni tutib turib 9 barmoqni 29 gah 29 kun gah 30 kun bo'ldi demoqchi. Aqd degan shu barmoqni endi tugish ham, yig'ish. Thumma al-khat, undan yezish bilan. Thumma al-halu, undan taqdirda ahvoli. Ashun holati qizirib sarg'ib turgan, timoqda turgan ahvoli, ashun bir ifodalash. Va tusamma nusbatan.
Nusba degan hal deganning nimasi? Şunun ahvoli, lisanul halni deb qo'yamiz. Shunda taqib turqidan qarablam uning mundaligini bildirmaymiz bo'lmasa. Taqib turqi deganda bu nusba. Ya'ni bu nusba degan bir tiklangan narsani bildirir. Val ansab val azlam deymiz-ku. Bu nusba ta'riflab qo'yibdi. Yal halud dalla allati taqum maqama tilkal asnaf va la taqsuru an tilkal dalalat. Yuqorqi turlarning o'rniga dasyalaydigan, shu yuqorqilardan qilishmaydigan. Demak, bir odam bir narsa so'rsak gap qilmasin bu. Qizirib tursa, ig'zaki ifodalaganda gunoh degan bo'ladi. Demak, qattiqlab tursa, u shunday ifodalagan bo'ladi. Qattiq qishib ketsa, u ifodalagan bo'ladi. Endi bu yozuvchilar o'ttirdagi istilohlar bo'lishi mumkin, nusbatni, jinish kerak istilohlar. ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبها. مش beş türlük dalaletninki her birinin yeni bir hamrası qaraganda başqarak şekli var edi. Surati başqarak. Baina degan undan ayrılıp turgan, üzülüp turgan. Talaqul baina, üzül kesil ajrab ketgan. Ve hilyetun muhalifetun li hilyeti ukhtiha. Hamrayininki zibuzinnatiga o'xshamaydigan zibuzinnatni yarishqi bor edi. Ve illati tekshifu laka an a'yanil maani fil jumla. Shu zibuzinnatlar ayrim shakli sana umuman qilib shu mazmunlarning dil o'zini eshib turgan narsa so'raydi. Hilya. وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Hilya degan altın zibuzinnat. ثم عن حقائقها في التفسير. عند izahlaşta bunun haqiqatini eshib turgan narsa deydi. Ve an ecnasiha ve onun cinsini ve aqdariha yani miqdarlarini ve an khasiha ve ammiha onun xaslarını, umumlarını hemini eshib turdi. Ve an tabaqatiha fi sarri ve dar faydalı ziyallık bulaştaki derecelerini ve amma yakun minha lagwan bahraja xushal qiyguchi ve dar diyen ziyan uğuçeriyim. Es-sarra ve darra. Yani xuşal qilishda ve xafalık keltirishdagi dereceleri. Mesela birisi bir narsaning ma'lum shaklda, ma'lum tariqada desa, bu bir odamga xushlik qilishi mumkin. Yani birisi bir xabarni ma'lum tariqada desa, bu insonni bearam qilishi mumkin. Mesela o'lam xabarini shundan chiqqanda desa, biqlam kayfiyatini tushirishi mumkin. Xuşal xabarni o manda desa, boshqacha bo'lsa, yani bir xil shaklda desa, biqlam xush qilishi mumkin. Demak, uning darajalari o'xshashmaydi. Wa amma yakunu minha lagwan bahraja. Yani şu sözlerden qandig'i bika, lag'u degan bika, ka kelmagan. Bahraja yoki buhraj degan bu salja, nachar, saxta degan. Odatda tangi tillarni shu nuqqa tekshirdigo. Tekshirgan chaqda buni masalan asli 80% oltin, 20% unda boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, bu 20% oltin, 80% tumi va kaza bo'lsa, bu buhraj, saxtasi. Xuddi masalan qog'oz pulni kirib qo'yib jajani ayiradigan saxtini janidan ayirish masalasi. Ma buhraj deganmi shu saxtasi. Bu ham o'z vaqtida kontin. Hozir muzayyaf, muzawwar deb qo'yamiz. Muzawwar. Va saqitan mutraha. Yana tashlab ketilgan va tashlab ketilgan. Taraha degan tashlabdi. Yani asqata degan ma'no. Rama degan ma'no. Yani ba'zi so'zlar u faqat bilan shunda ojoq so'z iborat. Uni nimasi uqulmaydi. Bekrak. Ve qalu al-bayan basarun. Ve qalu yani şu ulema al-bayan, bayan ulemaları şunda dedi. Al-bayan basarun. Enet ifadeleştiren bir köz bu. Küreşten ibaret. Vel ayyu aman. Yani umyun desek buldu. Ay diyen bu duduklap gepin caydı kılanmasılık. İnnima şifa'ul ayyi sual. Araplar ayyin deb ayıplaydı o. Gap qılanmay, duduqlab, kekeşlab qilish degan bu qarg'uliq. İfodalash degan bu bir narsani ko'ralashdan iborat. Kama annal ilma basarun. Xuddi ilmmo shunda bir narsani ko'rish iqtidori bo'lgandek, ko'ralaydigandek narsa. Vel jahlu aman. Aman degan azg'ulliq ya amaliq degan bo'ldi. Va huwa alayhim ama. Fa ummiyat alaykum. Vel bayanu minel ilm. Yani bayan degan bu bilimdan bir parça bu. Bilganda shunday ifodalangan bo'ldi-ku. Vel ayyu min nitajil jahl. Gap qilmaslik, duduqlash degan bu
nadallıkning usuli mevsi, cehaletning mevsi edi. Ve qala Sahl ibn Harun, bu hikmet söylediğlerden birisi. El-aqlu ra'id ruhi. Aql degan ruhninki yo'l boshlamchisi. Yani ruhning oldida mong'uchi, razvedchiki. Vel ilmu ra'id al-aql. Ilm degan aqlning yo'l boshlamchisi. Yetaklanmaydigan narsa. Vel bayanu tarjumanul ilm. Yani bayan degan ifodalash degan ilmni tarjima qilib turgan narsa. Shu bilimni boshqalarga yishib öğrüp turgan narsa. Ve qala sahibul mantiq, kim bu sahibul mantiq? Aristo mesela, Sokrat hakeza bo'lsin. Bu debto haddul insan. Yani insan degan nima deb ta'rif qilsak, hadd degan buning chek-chegarasi, ta'rifi degan bu. İnsanni ta'riflasak, buning ta'rifi el-hayyun natiqul mubin. Yani hayvanun natiq deymiz. İnsan degan nima? Hayvanun natiq. So'zligicha jallaq deymiz. Hayvon desak sab turdi. Hay desak yutarlar. El-mubin degan ko'ngildagini gap bilan qilib qo'yadigan emas, ko'ngildagini naq ifodalab beradigan. Jallaq bu inson degan bo'ldi demoqchi. Yani mantıkçılar manda dedi desek mi oldu? Mantıkçı alimler manda mı tarifligen? Demek mesela mubin degan mi bağ demekçi. İfadelerden degan. Ve qalu hayatul muru'ati as-sidq. Yani şu belki söylediğin alimler yoki bayan alimlari dedi hayatul muru'ati as-sidq. Adamgarchilikninki hayot turishi kafolat qilgan narsa rasululloh. Adamgarchilikning hayoti, jon tumiri rasululloh. Va hayatur ruhi al-afaf. Ruhninki hayoti tatlik bo'lish. Tatlik bo'lish degan haramdan har qanday harom bo'lsin, shuningdan o'zini saqlash. Bu zina başlar emas, bundan boshqa harom mal emas. Hep o'zini bo'lsin. Ve hayatul hilmi al-ilm. Hilm degan apuchallik, derhal o'chanmaslik. Shunda islatni hilm deymiz. Hilmninki hayoti ilmdir. Ve hayatul ilmi al-bayan. İlmin hayoti bayandır dedi. Ve qala Yunus ibn Habib. Yunus ibn Habib dedi, "Leysa li'ayyin muru'a." Ayy degan gapni joyida qilmaydigan, duduqlab qoldigan. Kekash duduqlab qoldigan kishining adamgarchiligi bo'lmaydi. Adamgarchilikda tuvan bo'ldi. Yani kishining nazaridan chiqib ketadigan narsa bunda ahvol bo'ldi. Adamgarchilikda chiqib ketadi deydi. Wala liman qusul bayan baha. İfadelash iqtidori kam tukat adamning husni jamoli bo'lmaydi. Baha degan go'zallik, husni jamoli. ولو حك بيافوخه أعنان السماء. أعنان degan anan ning ko'ptiki. Bulut. Anan as-sama degan osmonning bulutlari. Osmonning shunday chiqqan chog'da tutishgan narsa nima? Bulut va kazalar. Osmonning bulutlari degandan ba'zida shu osmonning asham cho'qisini maqsad qilsa, osmonning qahri deyishim. Nima bulut taqassumi degan. Biyafuhihi. Yafuh degan bunda cho'qisi. Yani başınki en şu üst tarafı yani kalının çoğusu. Janның üstüne. Yafuh deymiz. Velau hakka biyafuhihi a'nan as-sama. Xuddi bu anda çoğusu osmondagi bulutlarında shirkab tursinmi, tegib tursinmi, besh osmonga taqassinmi, qancha boyolab ketsin, ya mansab egisi bo'lsin, qanday bo'lib ketsin, lekin bu gapni joy qilmagan bo'lsa, yoki shunda kamchilik bo'lsa bunda til ifodalashda, buniki hech qanday adamgarchilikka yoki uning bir xil go'zalligi bo'lmaydi. Va qalu shi'ru rajuli qit'atun min kalamihi. Adamning she'ri bir inson aytgan qo'shiqlar, she'rlar bu shu insonning so'zidan bir parcha. Va zannuhu qit'atun min ilmihi. Uning o'ylashi, gumonlashi yoki bunda xayol qilishi ilmidan bir parcha. Yani ilm bo'lsa bir narsani to'g'ri mo'lchallab, to'g'ri o'ylay oladi. Va ixtiyoruhu qit'atun min aqli. Uning tanlashimi aqlininki bir parcha.
Yani aqlaşı dana aqıl bolsa, gayet yaxshi narsani tanlay oladi o'zmoqchi. Vaqtida tanlagan narsani qadrlarimiz qatnab. Nun tanlabda olsa qachchidan bu aqlliqga yoki do'tga deyilamiz. Wa qala ibn at-Tawami ar-Riqashi الروح عماد البدن روح بدن توركه والعلم عماد الروح علم بوسا روح توركه والبيان عماد العلم بيان بوسا علم توركه قد قلنا في الدلالة بالله أن biz yuqorida lafz bilan ifodalashda to'xtaldik shunga qildik فأما الإشارة فباليد أما إشارة degan qanday bo'ldi bo'lsa bu qo'l bilan bo'ldi وبالرأس باشلام بلدو مثلا وبالعين كوزلام بلدو كوزداشlar والحاجب منا قاشلام بلدو والمنكب مرولام بلدو ekan mesela bir narsa bundan bo'lsa yaq degan va yorbaliklar daqdigo yoki Hindistonliklar aytani mura yelka deymiz go. İza tabaada şahsan. Bu şarf qachon bo'ladi bo'lsa, ikkalasidan jiroqroq bo'ladi. Masalan, yerda salom berib qolsak, masalan, jiroqroq bo'lsa, qo'limizdan aniq qo'yamiz. Assalomu alaykum degach, qo'limizdan salom alaykum assalom deb qo'lni ko'tarib qo'ydik. Masalan, jiroq bo'lsa, endi ishorat bilan ovoz yetmaydi. Ve bis-savbi ve bis-sayf. Yani taqa kiyim bilan bo'lsa, bayroq bilan. Oq bayroq chiqarsin bo'ldi. Bo'ldi. Kiyimni bunda falanlashsa, jiroq kelganini, ovoz yetmayganini diqqatini tortish uchun qiladi. Ve bis-sayf. Yana qilich bilan mo, shimshar bilan bo'ldi. Masalan, bunda qilsa bo'ldi. Qo'l bilan bunda qilsa, o'tirib degan bo'ldi. وقد يتهدد رافع الصوت والسيف قمç kötəgən və şəmşər kötəgənlər təhdid edilishi mümkün. Bunda kirib məsələn şəmşərini yalancığa alıb bıçaq kötəgən bunda kirsə buldu. Təhdid oldu şu. Elə bəka deyəndəki bu. Savt deyən qamça. Təyəkun zəlgə zəciran. Aşu ayda kötərib çigelikni özü aşını haydab hayviriş kiyitidir. Zəcirgən tosaş. Başqını çekləş. Mesela şunda o'quvchi bolalar darsxonada xapilib olsa, xonima bo'rni qiliblar da tutib qo'ysam, qancha jim bo'ldi-ku? Bu mushaqqa turadi. Ha. Ashi zajir bo'ldimdi. Demak, shuni to'saldi. Farangiz to'tama, yeyishga yetarli bo'ldi. Va mani'an to'saldi. Va radi'an degan qildirmaslik. Qilishdan tatqizush. رابعا الردع النووي deymiz. الردع النووي الرادع النووي mesela ishki davlat qarshi davlatda atom bombasi bo'lsa asalliqchi unga men bomba deb aytishmayman hujum qilmayman chunki shunda hujum qilsam atomni bir tashlaydi tugishaman shuni masalan sizlar birisi bilan tutishmoqchi bo'lsanglar endi tapanchalik unda tapanchani ko'rsatib tug'adini bir bilan mushatammaysizlar belki bana düşkün müşetip kalmışsın, çıkılıp kalmışsın, size tabancında kösüp koyuşu mümkün. Kösüprek mansan uçağda bu rada oldu. Yani aslında bir narsa kıldırmaydıgan, taat kızdırgan diye oldu. Ve yekunu va'iden ve tahdira. Yani taka va'id gibi tahdid. Yani khab, edipleyme diye oldu. Yevmul va'id ve tahdira. Agahlandırışın buldu. والإشارة واللفظ شريكان إشارة لن لفظ الشريك ديدو يقن بالبرقة ونعم العون هي له الإشارة أي لفظة نايت بك يردم شيء مثلا نطق söz geldi kolda işaret kıyga sözleydi Hitler şunda sözleydi o şunda yani sözge bu işaret yardım kıldı nayet yaxşı yardım çeydi ni'mal aunu lahu bek yaxşı yardım bu ve ni'mat tercümanu hiye anhu aş sözden yana sözden nayet obdan tercüme kıpırdıgan tercüman dedi sözün manasına tercüme kıpırdıgan işaretler kılıp tercüme kıpırdıgan ve ma ektara ma tenubu anullah nurgun ahvallarda sanaksız ahvallarda sözün ornuğu deseydi ve ma tuğni anil khat lekin yezishimiz kelgan chog'da xatning o'rnida turolmaydi dedi. Ya'ni xatning o'rniga dastlab o'rnini to'ldirolmaydi dedi.
فهل تعد الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة على اختلاف في طبقاتها ودلالتها. Şukurda işaret bilen ifadeleş doğrusu to'xtalgan. To'xtalib işaret degan muayyan bir şekilde buludu demek. Yani muayyan bir şekilde, muayyan bir ko'rinishda bo'lmay qolmaydi. Unda halqib ketmaydi dedi. وحلية موصوفة على اختلاف في طبقاتها ودلالتها. İşaret deganning turi har xil bo'ldi. Dalaleti har xil bo'ldi, darajalari har xil bo'ldi. O'g'anikin buning darajalari har xil bo'lsa, dalaleti har xil bo'lsa, har birininki ayrim zinnati yarishqi bo'ldi dedi. Darajalari tabiqasi deganda. وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح. yana ko'zbilan ishorat qilish va qosh bilan ishorat qilishda va uningdan boshqa badan a'zolari bilan ishorat qilishda marfiqun kabirun. Marfiq degan rifq yani. Bu qulaylik, osonlik, cho'ng azodchilik bor. Ba'zida og'zida tamoq yeyotgan odam bo'lsa, masalan, bir narsa so'rasa, g'achli mashnosi bilan javob bersa, bu bir qulaylik. Og'zidagi narsani chaynab yutib, gap qilsa, balki vaqt o'tib ketishi mumkin. Yoki qo'li bilan daqib qo'ysa, ovoz chiqarib qolsa, yo boshqa odamning namoziga ta'sir etadi, boshqalarga ta'sir etadi, yo o'g'itib qolmas boshqa odamning ovozi. Shundan ishorat bilan o'qisa, bunda kishilarga bir osonchilik, mehr shafqat bor demak. ومعونة حاضرة في أمور yana nah yardım bor dedi. Ma'una hadir degan nah hozir bor. Shunda bir yardım bor dedi. Qanday ishlarda fi umurin yusirruhan nasu an ba'd. Ba'zi kishilardan da yushirdan ishlarda yordami bo'ladi, ishorat qilishning dedi. Ve yukhfunaha min al-jalis ve gayr al-jalis. Şu sorunda o'tirgan kishilardan va uningdan boshqa kishilardan yushirdan bo'lib qolsa, yendiki odamlar boshqa tarafga qaragan chog'da ishorat qilib qo'ysa, boshqalar uqmay qoladi, maqsadini ifodalaydi. Agar so'z bilan deb qolsa, hammadan anglab qoldi. ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص. İşaret bo'lmagan bo'lsa, kishilar xos ma'noni xosroq ma'nosi, eng jinchki ma'noni bilolmay qolgan bo'ldi. Shu jinchki ma'noni biz tushuntirish uchun ba'zi gap qilgach yana qo'limizda ishorat qilib tushuntirmasak qolmay qoladi. Arablarning so'zi bor, "Vallabibu bil isharati yafham." Dono kishi aql ishorat bilan biladi. Aqlga ishorat nadonga yo'ldiroz. واللبيب بالإشارة يفهم ولا جهلوا هذا الباب البتة. İşaret bulmagan bolsa, müşde jinski mazmunluq ma'nini, maqsadni hergiz bu bilinmay qolgan bo'ldi. Üzül kesil faqat degan albatta degan. Masalan fiqh kitobida tallaqaha albatta deb chiqadi. Batta talaqi deb chiqadi. Yani üzül kesil talaq qilyapti. Ba'zi 3-chi talaqni qilyapsa, üzül kesil talaq qilayotgan bo'ldi. Batta degan yani üzni kestirgan ma'noda. Albatta deymiz o'z Uyg'urchada. Shundan kelgan. ولولا أن تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام أن مش sözün izahatı bu söz yasaş sanatı dairesi kirmeydiğen bu sitte yani söz yasaş dairesi öneri diyen bu inşa dairesi kirmeydiğen bu sitte la fassartuha lakum men sizlarga izohlab bergan bo'lardim. Nimani izohlab bergan bo'lardim nima tushunishadi? Ishara. وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة. Şair ishoratning dalalati nimani tushuntirganligi haqida to'xtalib undaq degandi. Asharat bi tarfil ayn khifata ahliha. Asharat degan shu qizchaq o'zining oilasininki ota-onasining achchig'ilishidan qo'rqib ko'zi bilan ishorat qildi. İşaret maz'urin ve lem tetekellemi. Maz'ur degan qo'rqib ketgan kishi ishorat qilgandeklam bir xil ishorat qildi dedi. Ko'zi bilan ishorat qildi. Nima uchun desa, bizning ota-onasi ko'ra qolmas uchun. Ve lem tetekellam gap so'z qilmadi. Fa ayqanat şo'lan keskin bildi dedi. Shu qiz keskin bildi. Anna tarfa qad qala marhaba. Ko'z marhaba va ahla va sahlan deb bo'lganligini keskin bilib yetdi. Masalan, u endi ko'z tashlamasmi? Qiz
ko'z tashlab gap qilmadi. Lekin ko'z tashlagandan keyin bu qiz o'zi tushundi. Ya'ni ko'z tashlash orqali men bu yigitni qarshab qildim deb bildi dedi. Demak o'zining ko'ngildagini hozir u ifodalab bo'ldi, u ifodalashmi qarshi tarafga yetdi deb xotirjam bo'ldi dedi. Qad qala marhaban va ahlan va sahlan bil habibil mutayyimi. Aşkı bir karar bo'lgan suyimlik yigitni qarshilab marhaba dedim. Bu qarshilishimni o'ziga tushundi deb xotirjam bo'lib bo'ldi demak. Mutayyim degan aşkı bir karar bulmak. Aşkı bir karar demek. Aslında aşıklık bu aşk muhabbatninki bir derecesi. Mutayyimun banat suadun taqul bil yawma matbulu mutayyimun ikraha lam yahdi matbulu. Mutayyimun. Tayyim degasi ibadet degan ma'no var. Tayyim degan. Çoqunuş. Şunu Tayyimullah Bani Ta'laba ise Tayyimullah degan Abdullah degan ma'no. Yani aşu sevgi muhabbet bunu kul qilib o'tgan. Mutayyim degan. Yani maf'ul vazni bu shu. Ya. O yemmamadan chiqqan. Ma o tayyamadan chiqqan. Tayyam bu asli nimasi? Ya, tayyama. Al-mutayyim yani al-maj'ul 'abdan degandik. Demak, sevgi muhabbet buni qul qilib o'tgan. Nima desa, ma'qul bo'lgan, cho'qinadigandak bir odam bo'lib qolgan. Bunun darajalari var aslında. Mesela al-walah. Al-walah. Biz buraya dersi çıktı o. Velhan. Ondan başka eş-şagaf. Eş-şagaf degan yürükünün şu çoğunqur balıqını kadar yetken söygü degandek. Şigafil qalb degan yürekning qap chiqqan deymiz. Şunun ichiga o'tib ketgan söygü degan bo'ldi. Aşk degan bir darajasi, al-hubb degan bir darajasi. Demek bu işaretning mushunda ko'ngilga mazmunga ifodalash haqida deyilgan she'r ma'lum. Wa qala al-akharu wa lil-qalbi 'ala al-qalbi dalilun hina yalqahu. Qalblar uchrashganida uning bir ifodalab turgan bir nimasi bor edi. Wa fin-nasi minan-nasi maqayisu wa ashbahu. Kishilarning orasida insonlardan bir-biriga o'xshab ketilgan bir-birini ölçümü uçuşturan adamlar var. Ölçem degan bu. Maqayis, miqyasning ko'pligi bo'ladi. Yani o'xshash degan ma'noda, qiyas degan o'xshash degan. Ashbah degan shu, shabah. Wa fil ayni ghinan lil mar'i an tantiqa afwahu. Yo'q, shin harfi yo'q, o'chirtangiz. Wa fil ayni yani ko'zda ghinan lil mar'i an tantiqa afwahu. Uning og'zi gap qilmasimi, ko'zi uning o'rnini to'ldirgan ahvol bor. Yani yughnihi anin nutq demak. Ko'zi uni gap qilishga muhtoj qilib qo'ymaydi. Odatda har qanday ahvol bo'lsa, insonning ko'zi haqiqiy ahvolni oshkorlab qo'yamiz. Yolg'on gapli odam dal ko'zi qarayolmay boshqaga qarab oladi. Yolg'on gap qilgancha. Lekin ko'zdan ichiga qarab turib yolg'on gap qilmaydi. Chandirib qo'ydi ko'z. وقال الآخر ومعشر صيد ذوي تجلة سكمودا ذوي تجلة ديان ulug'liq egalari degan tajillar degan jalal izlal ulug'liq egalari katta kishilar degan va ma'shara saydin degan shikarchilar jamoasi degandek shikarga chiqadigan tara alayhim linnada adilla nada degan mardlik saxiliq. Mesela balag'at o'qisanglar nada degan gap yomon to'lishadi. Madiya she'rlarda. Shabnam degan mazmun bo'ldi. Lekin ma'noda ko'pincha saxiliq, mardlik. Balki shabnammi shu saxiliq nimaga yaqinlashib qoldi. Osmonning bu saxiliqidek. Nima nanda o'xshaganda. Tansiyan mansun bor. Nid deymiz. An-nid tansish. Va taj'aluna lillahi andada. Adilla dalil ta'kidlar. Yani bular şunda bir shikarga chiqib, o'ylaydigan shunda isil kishilar. Ularning simasida sen sexiliqning, marfitning dalil faktlarini ko'rsatadi. Ve bir gapsiz qilmasmi, bu odamning shunda bir ahvoli, agar lisanul hal kishilarning qanday odamligini ifodalab beradi. Wa qala al-akhar tara aynuha ayni. Bu xonimning ko'zini ko'zim ko'rdi deydi. Ko'zni ko'zim ko'rsam, ko'ziga qarasam, fata'rifu wahyaha. Vahiy degan maxfiy so'z, yurak so'zi deyiladi.
yoki isharati demoqchi bo'lgan shunda maxfiy gap so'zlarni tushunib bitadi. Ya'ni ko'zga qarasam demoqchi bo'lgan gapni tushuna olaman. Va ta'rifu ayni ma bihi al-wahyu yarji'u. Ya'ni ko'zim mening maxfiy gap qanday javob elib ketganligini biladi. Ya'ni ko'zim bilan javob qaytara olmayman demoqchi. Bu ishoratning gaplari. وقال الآخر وعين الفتى تبدي الذي في ضميره. Yigitning ko'zi ko'nglidagini oshkorlab turdi, izhor qilib turdi. Va tu'rifu bin najwa al hadith al mughammasa. Va tu'rifu dana. Va tu'rifu yoki va ta'rifu. Va tu'arifu yoki tushundirdi, tunishtirdi deganda. Bin najwa, an-najwa degan maxfiy parangni pishirilishish. إنما النجوى الشيطان أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لا يتناجى الاثنان دون الثالث جنة قال الإسلام مخفي بسرلش فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول مخفي بسرلش نما بلدرب قيده يمان الرسول النجوى ينما الحديث المغمسة يعني خذ النجوى نازل تعرف خلوات قندك مغمس G'amus degan g'amata degan unda cho'ktirganlikni bildiradi. Va sen ishimdagi tomoqqa chivinchib qolsa, uni cho'ktirsanglar degan nima? Yaminul g'amus deymiz. Ash qasamni ichgan kishini do'zax o'tiga cho'ktirib turgan qasam, cho'mirtirgan. Va tu'rifu bin najwa al hadith al mughammasa. Mughammas degan shu maxfiy yaman, ya'ni shuning ichiga cho'kib ketgan, ko'rinmaydigan. Sizga tarifmi? تعرف مثلا وتعرف تعرف bo'lishi mumkin. Ya'ni yigitning ko'zi ko'nglikini izhor qo'ydi. Maxfiy paranimo bilib oladi deganda. Va ta'rifu bin najwa. Maxfiy paranimo darhol tushunib oladi deganda. Maxfiy paranimo al-hadith al-mughammasa. Najwani izhlab bir vaqt. A'ni al-hadith al-mughammasa demoqchi. Al-hadith al-khafi, al-kalam al-khafi degan. وقال الآخر العين تبدي الذي في نفس صاحبها. Köz ilgisinin ko'ngildikini izhor qilib qo'ydi, oshkorlab qo'ydi. Min al-mahabbati aw bughdin idha kana. Insonning ko'nglidagi muhabbat nafratni oshkorlab qo'ydi. Idha kana agar ashunda muhabbat nafrat degandek narsa ko'ngilda bo'lib qolsa, buni oshkorlab qo'ydi. والعين تنطق والأفواه صامتة. Köz gap qilib ketadi dedi. Ig'iz lamjima demay tursinmi, ko'z gap qilishga boshlab ketadi. Hatta tara min damiril qalbi tibyana. Gap qilavergan ekan, ko'ngilning ichki bulung pushqoqlardan sen ifodalashni aniq ko'ra olasan. Ko'ngilning ichidagi gapni ko'z ifodalab turadi. هذا ده كلام ده بو مش داغم ده ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت. أهوال شنده أمده بهذا يدغنمز إشارة ننكي يتدغن يري آوازن يتدغن يردن مجرق آواز أنتمدغن ياغا قولمز إشارة تساق كرالي ده ياكي بايرقنا لفلدسك jiratga jamchilik ko'rdi. Lekin ovoz bilan unda bir narsa bo'lmaydi. فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارة والصوت. Mush sahadimanda ishorat ovozning oldiga tekilgan joy demasiz. Ishora as-savta deyish kerak. Siz tushunamizmi? Mana vav kim edi? Vav yo'qmi bu, ha? Sizga yo'qmi? Hammalarniki bor. Unda vav ishora ortiq. Tataqaddamu fi al-isharatu as-sawta. Demak, ishorat hozir ovozning oldiga kirib ketilgan o'rinma. Chunki ovoz itiroz bermaydigan ahvolda ishorat ifodalab والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.